Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun vidgras o'stirish jarayoni 5-kun. Mana xonani harorati. Ayvonda o'stiryapmiz. Xohlagan xonangizda o'stirishingiz mumkin, uni farqi yo'q. Mana latokka olib turamiz demak. Ko'rib olinglar qanaqa o'sganini. Mana bu uje ildizi yopishib bo'lgan, mana siljimaydi. Bug'doylar bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan ildizi. Xo'p, endi nima qilamiz? Bunga pulverizatorda yana suv sepamiz. Faqat ko'proq sepish kerak. Sababi bug'doy ustidagi kraxmalni maksimalni yuvib olishimiz kerak, tushib ketishi kerak. Ko'p sepaveramiz ayamasdan 1 minut 2 minut, hech qilmasa idishga 1 litr suv ketsa ham mayli. Bashlam sepib olamiz. Endi bemalol mana bu cho'michda suv quyish mumkin. Bug'doy yuvilib ketmaydi, siljib ketmaydi. Demak, 2 cho'mich suv quyamiz. Mana bitta cho'mich tepasidan bundoq qo'yamiz. Akkuratni, sekin mana. Yana bitta cho'michcha mana o'rtasidan quyib qo'yamiz. Shunda toza bo'lib chiqadi, hech qattiq mog'orlamaydi. Xo'sh, quyib oldik. Endi mana latokka bunaqasiga emas, mana bunaqasiga qilib yopamiz. Sababi bu bug'doy yana o'sadi endi ertalabgacha. Bu mana latokka ichiga qarab o'sadi. Lekin qorong'ida bo'lishi kerak. Chiroq tegmasligi kerak, hali yorug'lik. Mana shu holatda ertalabgacha turadi. Ertalab xuddi shu jarayonni yana takrorlaymiz. Yana suv sepamiz, yana 2 cho'mich suv, yana xuddi shunaqa yopib qo'yamiz. Ertaga kechqurun mana shunaqa paytda yana ko'rsataman, qancha o'sgan, qancha nima qilish kerakligini ko'ramiz. Ertaga ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.